Assalomu alaykum. Bugun sizlarga jalapenoning uy sharoitida ishlab tayyorlanishini o'rgataman. Jalapeno nima ekan deb hayron bo'lmanglar. Bu meksikan chodi, o'zlarimizda esa jalapeno deb ataladi. Buning uchun bizlarga dunganskiy peres kerak bo'ladi. Nechun deysizlarmi? Dunganskiy peres yesangizlar o'tini chiqaradi. Oddiy burishlarimizni videoda ko'rsatilganiga to'malak etib kesib olamiz. O'rab bo'lgan oddiy burishlarimizni chanaka salamizdan yig'imchi suv ezib qo'yamiz. Nechun deysizlarmi? Ichindagi ortiqcha tuxumlar chiqib ketish uchun suv ezib qo'yamiz. Keyin esa bizlarga 3 dona chesnok kerak bo'ladi. Chesnokni videoda ko'rsatilganiga doğrab olamiz. 15 minut ezib qo'ygan burishlarimizni olamizdan sterillangan bankaga solishda davom etamiz. E'tiborli bo'linglar, bankamiz sterillangan bo'lishi kerak. Keyin esa o'zgacha ta'm berish uchun 3 dona laverbergi doğralgan chesnokimizni solamizdan izidan 70% uksuzdan bir qoshiq solib beramiz. Me'yorida bir qoshiq tuz solsak yetib qoladi. Tayyor mahsulotlarimizni ustidan chiqincha qaynagan suv solamizdan qopqog'ini mahkam bosirib 3 kuni xona haroratida olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan jalapenomizni liboy ovqat bilan yesangizlar ham ovqatlaringizga o'zgacha ta'm beradi. Videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa saqlab qo'yib, menga obuna bo'lishni yoddan chiqarmanglar.